Yaponcha pankek sizda ham bir urinishda xuddi shunday idealniy chiqishi uchun 2 kun ichida 14 marta retseptni qayta ishlab, eng oson va ideal retseptini tayyorladim. Pankekni 3 ta muhim sirini ko'rsatib o'taman. Diqqat bilan takrorlasangiz, albatta inshaalloh sizda ham idealniy chiqadi. Birinchi siri bu retseptning grammovkalari. Pankek idealniy chiqishi uchun mahsulotlarning grammovkalariga diqqatli bo'lamiz. Bu juda ham muhim. 25 gram tuxum sarig'iga 1 qoshiq shakar qo'shib, rangi och sariq bo'lguncha ko'pirtirib olib, 50 gram sutni aralashtirib olib, 60 gram un va 5 gram razlixitr bilan suyuq lekin cho'ziluvchan xamir tayyorlaymiz. 150 gram tuxum oqiga 1 qoshiq limon suvini qo'shib, birozgina ko'pirtirib olib, 4 qoshiq shakarni 1 qoshiqdan qo'shib boramiz. Diqqatli bo'ling, ikkinchi siri xuddi shu jarayonda. Tuxumning oqida uchli tog'lar paydo bo'lib, ko'rinishi qaymoqli krem teksturasiga o'xshaganda ko'pirtirishni to'xtatamiz va 50 gram jo'xori kraxmalini qo'shib mikserning eng past quvvatida yengil harakat bilan kamochkalar tugaguncha aralashtirib olamiz. Pankek bitida idealniy chiqishi uchun tuxumni oq va sariqlarini alohida gramlab qo'llanish juda ham muhim. Shu sababdan O'rta Osiyoda yagona bo'lgan Engel Benz kompaniyasining tuxum mahsulotlaridan foydalandim. Bu mahsulotlarning menga eng yoqqan tarafi tuxumlarni avval yuqori texnologiyada yaxshilab pokiza qilib yuvib, ana undan keyin ishlatishar ekan. Ko'pirtirilgan tuxumdan birozginasini xamirga qo'shib aralashtirib, xamirni yumshatib olib, undan so'ng tuxumni oqiga qo'shib, tepadan pastga yengil harakatlar bilan ehtiyot bo'lib aralashtirib olamiz. Uchinchi siri bu pankekni to'g'ri pishirishda. Yog'ni salfetka yordamida bir tekisda surib olib, 170 darajada qizdirib, pankeklarni past olovda har tomonini 6 daqiqadan qopqoq ostida pishirib olamiz.